O'tish bo'yicha eng zo'ri menman. Qani, men bilan bir icha qol. Ichamasama. Keragi yo'q. Ehtiyot bo'l. Azizam, ibodat qilmaysanmi? 3 yildan beri ibodatdaman. Agar tug'masam bu yerni buzib yuboraman. O'zimni tanishtirsam, ismim Tainjanjay. Shoshma. Jiddiy. Salom, xush ko'rdik. Meni shundan beri kutayotgan Shahzodan ko'rmadim. Biz yangi film asari, eshitib ko'ring. Rahmat. Hozircha shovqin solmay tursangiz, iltimos, bola dunyoga kelsin. Hali chaqaloq tug'ilmadi. Shoshmanglar. Hammamiz Shunaqayam og'riydimi? vaqt yarli bo'lib qoldi. Mavliyo janoblar, eshitishimcha sharobni yaxshi ko'rar ekansiz. Qizlar ekansan-ku, hozir sharob ichadigan vaqtinga unda shu yerda qoldi. Hozirroq ko'zimdan yo'qol bor. Bu yerda qoldirma. Shunaqayam ahmoq bo'ladimi? Mayli, ozginasini ichib ko'ray. Bir qildim xolos. Gap yo'q. Shunaqa masala bo'ladimi? Yana ozgina. Endi 3 kun uxlaydi. Jinosson, ustoz duoibat qilibdi. Tayindan boshqasi ocholmaydi endi. Janobli, avliyoni ogohlantiring. Janob, vaqt bo'ldi. Nima qildi? Ichibdi, o'ziga keldi. Unda tezroq uyg'ot. Tiring, xalq kutqoldi avliyo. Shoshma. Bu nima qilganing? Avliyoga bunday qo'pollik qilish yaxshi emas. Janob, ortiq kutolmayman. Men o'zim Ikkinchi qism keyinroq chiqadi. Tez orada.